nereden ketdi? Guangdong ülkesi Taoyuan nahiyesinden geldim deydi o. Guangdong ülkesinde bundaq nahiye yok. Taoyuan nahiyesi degen Tayvanda. Bu enzi Tayvan'a çetilip kalar mı? Salih, siz his qildingizmi qandaq? O bir adamga bakma o'xshaydi ekan. Kimga o'xshaydi ekan? Agar o yuziga girim qilib, soqol burib taqsa, ya'ni yuziga azroq qo'riq sizsa, hiliqi Kim bo'layqa? Hey, ular sening gapingni qilishyotidi. Ular nima deyishyotidi? Sening masalangni pek ig'ir deyishyotidi. Sen nima deb bilading? O'zing o'g'ri qo'latsa, ikkimizdan birimizga nas bosadigan bo'ldi. Meni nas bossa, turmaga tashlanma. Seni nas bossa bog'u, kallan kesildi. Bana ölüm cezası berendi ekan, nima jinoyatim uchun? Ular yana gapingni qilishyotidi. U yoqqa ket, tez bo'l. Tez. qarang bu kimkan? Chen Xiaosuo. So Xiaochen deganlik, dal Chen Xiaosuo deganlik. Ay, uni izlayotganimga to'g'ri 2 kun bo'ldi. Isming Chen Xiaosuo'mi? Soqchilar izingga tushayotgani 2 kun bo'pti. Ha? Qochma yana nimaga qarab tursa? Men ularga tushuncha bera olmayman. Buning ishi nima? Hey, sening qo'lingda ko'ysi bo'lmasa, agar hozir qochmasan, keyin fursat topolmaysan, tez qoch. Men o mehmonxonada yotmaynim uchun ko'rik ostida yotdi. Unutib qoldingizmi? Uning dadasi Chen Jingso, qo'rchoq amallik saqlash boshlig'i bo'lgan. Dadamning ismi Chen Jingso. Gomindan qatnashib ketgan, texi amallik saqlash idorasiga boshliqmi bo'pti ekan. Yo'q. O faqat bir necha kun soqchi boshliq bo'pti. O bir necha yil burunqi ish bo'lsa, ularga tushunch beramaysa, yana qochib ketganing tuzuk. Sening jinoyating menikidan eg'ir. Agar sen kesilib ketsan, turmada uzun yetib ketsa, qonun muqaddas, daxlisizdir. Sen ya qatliga o'xshamaydi ekansan. Sen bir aqidparastkansan. Mening qarashimcha, o'z dadasining qarzining o'zini zimmasiga kelib qilishni qo'rqqan gap. Bu o'zini o'zi qo'rqitganlik emasmi? Anlab tur. Dadamning qan qarzini sen to'laydi ekansan, koniyingni hisobga qo'shib sendan oladi ekan. Undaqda nima qilaman? Fursatni payzlab tez qochmamsa, bu ishga qanday qochib ketaman? Buni menga qo'y. Esingda bo'lsin. O'zingning ishiga o'zing boshqa turishing kerak. Menimcha bu ish qiyin emas. Kim bo'yini chaqirib kelsaklar, ish bitmamdi. Voycan! 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 Nima bo'ldi? Mening butun badanim og'rib ketyapti. Menimcha jiddiy kasal bo'lib qolgan o'xshaydi. Jiddiy kasal bo'lib qolsam, vaqir yolamdim. Shama, doktorxonasiga bir. Ma'qul. Tez bo'l. Tez. Mening qo'sog'im og'rib ketdi. Ishim surilib ketdi. Haydi to'g'ri mahtes ol. Bog'lanib tursa. Qanday qilamiz? Bo'ldi bo'lmay, bu yerga taraf qilay. Birdan bardashib bergin. Bana hazırla. Bo'ldi. Shama, tez bo'l. Efendi, bana bir avukat taklif qilib bergan bo'lsangiz. Hozir bu gaplarni anglash vaqtim yo'q. Tez mayli. Avukat taklif qilishimni uni ruxsat qilmaydi ekanda. Icheri kira. Bardashib ber. Qani, bu yoqqa. Ma'qul. To'xta. Fazla qog'oz bormi? Nima dedingiz? Fazla qog'oz. Nima dedingiz? Yo'q. Meni ushlandim ba. Tez yetacak. Ma'qul. Hey, tez bo'l. Mana. Mana keldim. Mana tazla qog'oz. Rahmat. Sen hamoqat, bu yerda nima qilsa? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi yomon bo'lishim bilan nima qilaring? Yo'qol. Ma'qul. Sen ishxonada saqlab tur. Sen odan bir yerga boray. Ma'qul boray. Voycan. Hey, Chen Xiaosuo qani? O'zi ishxonada saqla degandim-ku. Qochqan o'xshamamdi. Asla. Tez bo'ling. Tez keling. Voycan. Yana qo'sog'im og'rig'ili turdi. Hojatxonaga berib kel. Ma'qul. Hey, tazla qog'oz. Menga tazla qog'oz bering. To'xtab tur.
Nima? Yana qaytib ketdiman bu. Yetib keldik. Nima degan? Nima degan issiq? Hey, qarava, bu uydek beziki. Shunda. Qani, tamakınızı tutashtirib beray. Man saqlab turinglar. Uyey, men de kiyimimni kiymagandim. Bo'ldilar, yolg'ondan xijil bo'lmang. Sahnada men sizda ma'lum kiyim kiyman. To'yning tamlari g'alati ekan-ku. Kelinchi, o'taka o'rnidan turmadimi? Biz de to'y murosimi o'tkazmadik. Textchi muhabbatlashib o'tibsiz-da. Tavaqtishin, sizda bir xo'sh qilib o'tay. San'atchiligi? Cho'g'larning hammasi qatnashidi. Hammani o'z qo'limiz bilan qildik. Qandaq? Biroq mening vaqtim yo'q. Kelinni textchi qo'lga keltiramidingizmi? Biz to'y qilishga bitishib bo'ldik. Mundaq bo'lsin. Men sizga oxirgi yordam beray. San'at kechiligini naq maydonda taqitidu. Sizlarga rejissyorlik qilib, alayda suratga ep qo'yay. San'at kechiligi taqitsiz ish bitmamdi. Siz bizning alayda ko'rinishimizni suratga ep qo'yamsiz, Buni bekorga olmaymiz. Bizning sahna usti, sahna ostida odamlarimiz ko'p. Siz bizni mehmon qilishingiz kerak. Yuring. Siz unchura ko'p pulni nima qilasiz? Yuring. Birodarlarimizni mehmon qiling. Bo'ldi. Voy xudoyim. Ularni qaytib nima qilasiz? Men sizni Guangdongcha tamoqqa taklif qiling dedim. U odamlarni bir necha pul qo'ymoq bilan mehmon qilsangiz kifoya. Yetimga quloq solinglar. Biz bu kishini alayda suratga olamiz. 10 sekunddan kam bo'lmasligi kerak. Uqdinglarmi, Ashiroyibning alayda ko'rinishini suratga olamdik. Bu kishi bizga yordamga o'rning vakili. Ko'rinishga yana xatmi o'rmizda. Nima? Sizlarga yana yordam beramdim. Alayda ko'rinishni bir necha o'rin talishib qoldi, suratga chiqmaydisingiz. Ixtiyor. O'rnimiz pul chiqarmaydigan tursa. Pul bo'lmasa, moddiy buyum bo'lsin bo'ladi. Ishchilik, tamoq, may, mashina mali ishlasakmi bo'ladi. Nima tijorat qilasizlar? Yer tuzlash mashinasi. Efendi, sirtqi chiqamsiz. Mashina kerakmi? Yo'q, kerak emas. Avaylabman. Hey. Nima? Siz Tayvan. Sizlar oltin qilib ko'raymi? Men Beijing kumush qilib shirtdi. Shundoq. Chimbash direktor Tunugun kashfchi ishlagandi. Men uning katibi. Sizning bir topshirig'ingiz bormi? Ma'qul, bo'ladi. Pul tag'ir baqavatgan telegramini topshirib olib, o'rinlashtirib qo'ydim. Tezlikda bekirimiz. Bekobdan bo'ldi. Nima qilyapsiz? Bu degan jinsiy parakandichilik qilish emasmi? Qara, oltin qilib ko'rahi, biz belgilagan hisobnomaga pulni avatdi. Pul gapdi-da. Pulni tam dedishayli. Nima? Pulchi. Aqlingdagini qisqa. Voy, xonog'icha. Mushundoq vaqtga kelgandimi? Yana nimaga saqlaymiz? Biz bu puldan foydalanib taxminlarni pul topamiz. Biz uncha ochko'zlik qilib nima qilamiz? Ozroq pulimiz bo'lsa bo'ladi. Men boshqalar erishgan narsaga erishib qolmasdim yana.
Başkalar erişemegen derslergim o, erişimin tehi. Sen men için obdan işle. Men seni ziyan tatkusmayın. Hem beni yutuvamak çıkan sende. Efendi, saatiniz neçe oldu? Mende saat yok, başkalarını soran. Bali! Sanatçıçılığa bize taklif kıldı. Ular bizden alaydı görünüşümüzde sürekli aladagan boldu. Menin sizge hemrah buluşka vaktim yok. Biz güzel durmuş berpa kılaylı, hem güzel durmuş da behriman bulaylı. Bu menin siz gibi olan muhabbetim. Men sırtqı çıkmasam bulmaydı. Otura. Sana öyle. Amca, muşmak bitiştik, ha? Bazağımadınız mı? Şimdi bak, bazağı berip köksat etkiley. Yaxşı mısınız? Saka, yaxşımısınız? Ben kim boğayını izlep geldim. Ay, boğay sırtı çıkıp gitti. Yoldaş, siz kim boğayını izleydiğin bir takırbaş adamını gördünüz mü? Yok, görmedim. Ay, bu tüm şovsunuza uzar ne ketkendi o. Qandaqlı bolmasın, o bu yakiliş gerekti o. Hey, yoldaş! Yoldaş! Hey, dağılıyor gitti de. Geçirim. Tazımı karan mı iken bu? Hey, kim baba? Nim boldu? Bir kişiyle deyip gitken okşamamsız. Elbette deyip gitti. Öğlenmekçi misiniz? Ben boşu halim bilen, yani öğlenmedin. Ettigen sırtı çıkıpsız o. Siz mi ettigen çıkıpsız o? Sizge bir haber etip koyup geldim. Siz önce yani şov sonu taptık. Yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Bırak onun ne ketkenligini tekçi ufkanmadık. Tünügün o meni izlep gelgen. Baba, o hazır nerede? O uxlavatıdı. Karısam o bek herif gitiptike, şu onu oygatmadı. Öydü uxlavatamdı. Mehman ham yetivatıdı. Nemişki baldırak demeysiz. Bolmasa bu işlikte kaza bolmağa mılattın. Boldu, öyi gireyli. Başını bir. Ben xanım. Dalıyor, meni Şavsu'nun işi doğruluk izlep yaptı. Nima? Baş direktorga bir iş boptu mu? Doğru. Ben xanım Şavsu'nun katili. Şundak mı? Sizler teyvenle birlikte gelme. Yok. Men Ali mektepte bittegenliğin keyin izchil hükümet organlarida ishlab kelgandim. Bu qatim nima desam bo'la? Men u yerdan yetib keldim. Anlasam, Altın Kulak şirketining sodisi Bakobdan ketayotibdimish. Bosh mudir, bilamsiz, mening maoshimni qancha pul tekitdinglar? Bu ishni Şavsu'dan so'rab bakishimiz kerak. Sizlar paravunchini men qaytay. Bu kishini menga tanishtirib qo'ymidingiz-ku? Shundoq. Familiyam yo'q. Men saxsız bir şeyman. Keyin bir ish chiqsa, meni izlab, ulan da. Aytatima. Xo'sh, qaytamsiz, xayri xo'sh. Mali! Tekçi qaytib ketmasizmi? Sizge nima deyishimni bilmayapman. Keyin sizga o'rnini to'ldirib berma. Mali! San'atgachiligiga qatnasholmaydigan bo'ldim. Qatnashmasa qatnashmaydi. Aslida 3 yil turib yordam bermoqchi bo'lgandi. Hozir hammasi yo'q chiqdi. Tavoqlishim taqozo bo'lib ketib, binoni o'zim tashlab bo'lib ketdi. Chunki teatr ko'rsam ekan. Bo'lmasa, hech ishni qilib bo'lmaydi ekan. Undaq qilib tavoqlashingiz cho'qim azoblandi, shundaqmi? Shundoq bo'lmaydi-ku. Televiziya stansiyasi bilan aloqalash bo'libdi ekan. Amaliy ahvoli naq maydondan ular taqish, yordam bergan o'rin mas'ullari so'z qilish, hammani o'rlashtirib bo'libdi ekan. Hammasi yo'q chiqdi.
Demakchi bo'g'inimiz televiziya stansiyasi mehmonini o'ylab topsanmikin? Albatta shunday qilardik. Albatta. Boshmidir, agar biz o san'atchiligini qo'lga keltirsak, bak yaxshi bo'ladi. Qanday qo'lga keltirmay? Faqat pul bo'lsa bo'ladi. Sizni o savoq ishingizning mijozi qandaroq? Yaxshi, bak yaxshi. Faqat pul to'lasang bo'ladi. Boshmidir, agar televiziya stansiyasi shirkatimizni tashkil qilsa, shirkatimizdan nom obro'yi biroqni o'sib ketadi. Sizning tayyorlik aqlingizni sizni ko'ralaydi. Undaqda bak yaxshi bo'ladi. Rahma, undaqda darhol uni bilan ko'rishaylik. Ozroq Juju teatrga qo'shib bersin. Annisini shundoq bo'lsin. Sizning oiling. Hamma ish bitdi. Men darhol uning bilan aloqa qilishay. Yaxshimisiz? Bir ish bilan keldingizmi? Tuniga siz baba pachpurt ish bermoqchi bo'lgandingizmi? Esingizda nima? Esimda, men bilan yerim. 2 3 4 Saqchi punktidiklar sizni qo'yaptimi? Yo'q, men uydan qochib chiqdim. Nima ish qilgandingiz? Hech ish qilmagan. Mening guvohnamam yo'qolib ketgandi. Bu haqda ularga tushuncha bermasligimda qo'rqdim. Yurtingizga biror ochiq xat yozib, tunishtirish yozdirib o'tkazsangiz bo'lmaydi. Shundoq. Men telefon berish uchun pul tegishmayapman. Bugun yo'lga telefon beramiz, telefonini yodida imtihon qilaylik. Shundoqmi? 10 koy tegishib beray. Yo'q, 5 ko'ylak bo'lsin kifoya. Tunigan kashda kayningizdan yurib, 5 ko'ylak tanga pul terib oldi. 5 koy uzun yo'lga telefon berishga yetmaydi. O'tgan qatim anamga telefon bergandim, 30 koy ketdi. Ay, undaq siz tunish bilishtiringizni, yurtdoshlarimiz o'zdan. Mening Bejonda faqat bir yil tag'am batdi. Uni texchi topolmadim. Undaqda sizga pul qarz berib turay. Unda qilsam qanday bo'ladi? Sizni qarz to'laydigan tursangiz. Bu ishni esingizda saqlabsizda. Hey, bu yoqqa chiqinglar. Kattadan aytinglar, tez bo'linglar. Men hozir. Qani, tez bo'linglar. Mana. Bo'laylik. Shavkat. Bu so'ylani ichki ko'yga kirib o'taylik. Oldirmayman. Astroq. Allah. Kaçırım. Bu nemi kakana? Sen nerede peyda mı kaldın? Xo'jayin, u mening yurtdoshim. Yurtdoshim? Sen bu yerga ishlayib keldingmi? Shundoq. Nima ish qila olasiz? U chekdagi qachquchilarni yeya oladi, har qanday ishni qila oladi. Tanıştırışılma Uni tanishtirish yo'qolib ketibdi ekan. Xo'jayin, uni yordam bering. Bo'ldilar, uni ish qilib ko'rib boqaylik. Bobdo, 3 kun ishlab bak. Tamoqni to'yg'uchi esa, ishga qolmaysa. Baqil. Senning hammasini aqla. Baqil. Bak, asta aqlaydigansiz. Tezroq aqlang. Baqil. İmkan kadar tez aqlay. Yaxshi. Hey. Bu nima qilgan? Mana, sen geldi. Kaçırım. To'qila. Bu nima qilaman? Oyoq tur. Kaçırımlar. Qani, so'ydirsinlar. Mushayda o'xshaydi. Qani, u yoqqa qarab boqaylik. Oyadiki. Sizlar kimnizdasizlar? Kumush qilib shirkatimiz shumi? Mushu. Bu yoqqa kelinglar. Yuringlar. Siz nima qilmoqchi? Yuringlar, kirib boqaylik. Uni qochirib qo'ymanglar. Bu astaga berib ketdi. Bu hozir bilan o'tiringlar. Bosh terib turinglarchi. Bizning qonuniy vakilimiz bosh mudir. Uning bilan qarimiz yo'q. Kim tasdiq qilsa shuni izlaymiz. Har qaysinglar savdo sanoat boshqarish idorasining odamdirmi yoki bosh idorasining odamdirmi? Biz degan san'atchiligi guruhi. Nima? San'atchiligi? Shirkatlar pul chiqaradi. Biz suratlarimiz, suratinglar televizor ekranidan chiqadi.
Ketonlardan qaraganda sizlar xeyridan topqili kepsizlar-da. Biz pul bersak, bizni sirab olamizlar. Bu degan haqliq mulozimat degan. Hamma chiqib ketish. Tez bo'l. Nimdegini buni? O'rnida tur. Tez bo'l. Hey, Chiqib ket. siz nima qilmoqchi? Xato kelib qolibsizlar. Kumush qilib shirkatning bitog'i buzib ketadigan puli yo'q. Hey, sizlar bizni taklif qilgan-ku. Mening xabarim yo'q. Boshlig'ingizni so'rab taqanmisa? Men bu yana boshlig'i, bosh direktor. Siz qonuniy vakil emas-ku deyman, ha? Qonuniy vakil mening tog'am. Sizlar bu yerdan bir tiyin et ketishni xomxiyol qilmanglar. Tez chiqib ketinglar. Chiqib ket. Yur. Qo'za, nimaga o'tirsa? Siz qilganini bilmaydigan. Bosh direktor. Yana chiqib ketdi, to'xtab chaqirma. Bu, Bexinim, ha? diqqat et. Ulan aydibdi. Chiqib ketish. Bizni Lavchan avatdi. Bu bizning san'atkorchilik guruhimizning boshlig'i Bomuallim. Yaxshimisiz? Qarshi olamiz. Vaqtida ketdilar. Bu kishi bizning bosh direktor. Qani o'tiring. Bo'ladi. Siz bosh direktorga maqsadingizni tushuntiring, bilamdi. Bo'ladi. San'atkorchilikning tayyorligini asos jihatdan bitirib bo'ldik. Qatnashadiganlarning hammasi atoqli kishilar. Tafsili so'zlar. Yumurliq numar o'rinlaydiganlar. Uningdan boshqa yana kiyim-kechak modellari. Kiyim-kechak modellari? Shundoq, kiyim-kechak modellari. Kechki yig'ilishning amaliy ahvoli taqdirlangan aman sizlarning ish yurtisi shirkatining nomi chiqib ketdi, qandoq? Kim bizni ish yurtisi shirkati deydi? Shirkatimizning nomi Kumush Klub shirkati. Shundoq. Kumush Klub shirkati. Vaqt kelganda nominglar butun yer shariga to'nilib ketdi. Biz bir maxsus naqsh ijod qildik. Kelinglar. Kelinglar. Ma'qul. Bu naqshini 3 yilsiz shirkatiga ijod qilgansizlar-ku. Vaqt kelganda tekstni o'zgartsakli bo'ladi. Bunda qalaydigan naqshi bir sinqib arzmaydi. Altınның qadrini zaga biladi. Vaqt kelganda bu naqshini sahnada nurg'un qiz o'rilsa, tekstini ekranga chiqarsak, vaqt kelganda shirkatinglar kechki yig'ilishning nomini Kumush Klub chitsi deb o'zgartib, bizning shirkatimizni alohida talab qilsak, jami qancha pul ketadi? Buningga chiqitalar. O'zbekiston so'z ziyoratimiz ko'prikdan, ha? Bo'ldi, chiqib keting. Bulang. Ben katib Lavchanning qiz do'sti. Men sizlarga e'tibor qilay. Sizlarga eng arzon baho qo'yay. 30 mi? Yo'q, 300 ming. Nima dedingiz? Bu gap og'zingizdan qandoq chiqdi? Chiqib ketdi. Hey. Tez bo'l. Bo'ldi qiling. Bu Hey. Direktor. Hey, ben katib. Bu 300 ming qo'y ichida sizning ulushingizda. Yo'q. Men faqat katiblik qilaman. Bu ishni bosh direktor bo'lib qoladigan bo'lsa, meni ishdan bo'shab o'tishni yo'llaydi. Meni kechirasiz, ben katib. Siz bak yovashkansiz. Mening sayoqtishimning haqiqatan ko'zi botganjimi? Menimcha, sizlarning bu numaringlar bizning ishga boshlig'imizning ko'ngliga ancha yoqmagandek qildi. Undaqda nazoratga kit bo'lsin, an'anaviy bo'lsin. Nima qilib demaysiz? Endi ulgurandi. Buni qilish bek qo'yay. Bizning bosh direktorimiz 300 ming qo'yni xajlab, Chamboyning ko'nglini xush qilmoqchi. Men buni bosh direktorga aytib boqay. Acha, bu shirkatning riskini endi olaman. Yaxshi bir pul kirim bo'lmadi. Siz pulni buzib ketgan. Hashamachilik qilmoqchimi? Bu degan nurg'un pul tursa. Gapimni anglang. Taraqqiy qilish uchun shirkatni tashkil qilmoq bo'ladi. Nima? Siz yaxshi shirkat qurmoqchimi? Bizning dasmayimiz bo'lmasa, nimaga shirkat quramiz? Biroq bu chekida chin familiylikning hisobida Pulda pulni berishga bo'lmaydi-da. Chekni yozib bersak bir necha kundan keyin oldin pul ola oladi. Uni ustiga Chamboyning imzosini bank e'tirof qilmaydi.
Bulgarışını bir neç gün seni bu fırsat mesele yok. Şirketimiz televizyona çıksa, o çağda kimle onu saf şirket diyelaydı. O çağda soğudunu vuran aktapuda. Bunda fırsat, aylıkçı kolgu çalmaydı. Ben bu fırsatını herkes kolgun büyürüp koymayayım. Anını bırakıp yaşayayım da. Can, siz bu işte kımaydı. Bana azırak pul diyor, ben gitti bana. Tügeçtim. Tügeçti. Neyse. Meni kim izleydiken? Kimnin parkazını bozulup kaptı? Sizin parkazınız bozulup kaldı mı? Baş müdür, sizin nazaketlik senetini, kendi kalbinizde kolluğanlığınızı bırakın. Oldu, tüzük kılma. Ben lavazimetlik işlerini işler. Köpçülük için çıkarıverdim ha. Siz hem baş direktörde karhanıcılar intayın alsa biledi, bırakırlık iş yıldız şirketiz gədləklər, senetin kadir kıymetini, kılçımı okumaydı. Oturup sözle, helik iş yıldız şirketici, məxsus noter taxtiməsi var işlep çıkırdı. Ular tehi bizden senet keçiligi ötküzüp televizyon istansısı takip etişini talep kılganti. Ne ularını keskinlik bilen ret kılıp ettim. Bizgi 3 milyon, hatta 30 milyon pul dersimi biz kən samaşı bilen alsak bolmaydı. Kani, serletimizi bulursak bolmaydı. Merhamet, bu muallim senetçilerinin kalıp sözlerini izhar kılıp atıdı. Şındak, siladek münever karhançılar bilen bu senet hadimlerinin kalbi bir tutaş. Şunu biz yan tarsak mı meyli? Biz bu senet keçiligini çokum, dağdığılık, heyvetlik ötküzüp hem ademce büldürünüz. Kırıkırala, siz bunu olun. Dikkat! Gümüş kum çıktı. To'xtanglar. Bu narsani bir yerda qanday qilaman bu? Xuddi ko'chadagi bir chaqlamchining ovozidek. To'g'ri, uning dadisi chaqlamchi edi. Şılıkış, tabi köyümge, harkuda. Baş müdür, biz bu ataqlıq kompozitorlarni məxsus müşü sənət kitiligiga muzika ijad qilishga taklif qildik. Baş direktor, sizni bir numar talab qiling. Men talab qilmay, tag'am talab qilsin. Baş müdür, əmisa siz talab qiling. Yo'q, bundaq ishqa pulni buzib ketmayli. Hey, bu degan nazokatlik sənət. Yo'q, men nazokatli odam emas. Bizning direktorimiz burun qiyinchilik ichida o'tgan. Hatto ig'ir emgak bilan shug'ullangan. Baş müdür, eğer kıyınçılık deseniz, biz sennetiler, rastırlı kıyınçılık tatlıvatımız, önemsiz. Bir neçe yaşımızdan başlapla, repetsiz kırışka başlagandık. İştegimizden başlap, kattık çelikişte başlayıp geçirdik. Mollak ettik. Sıra kışta işletenler, yazıdan onu sıra. Bırak biz, usul artistleri, yeri buyu, çelikçilikteki çömülüp gitmemiz. Şenlisiniz. Şenlisiniz, görüp bakın, hem mutlusunuz adında tatlı kızı ba. Baş müdür, ular hep tuğanda, ulanı toyuk bilen urduken. Qaraganda, sanat bilan shug'ullanishmi? Qiyin ishkanda. Dinxini, siz Shovso bilan maslahatlashib ko'ring. İmkon qadar ularga ko'proq yordam berib, qalbimizni izhor qilaylik. Bo'ldi baş müdür, rahmat baş müdür. Baş direktor. Nima? Şinog'ini oldi ichilib qopti. Ish bitdi. Shovso boshlang'ich bo'ladi. Shundoq baş müdür. Rahmat baş müdür. Men televizion stansiya ham kashf yig'ilishga qatnashadigan san'atchilarga vakolatdan sizga rahmat aytaman. Rahmat aytishingizning hojati yo'q. Siz bek saxiy ekansiz. Baş müdür, bunga imzo qo'yasiz. Men imzo qo'yamdim. Albatta. Bunga Shovso imzo qo'ysin. Yo'q, siz qonuniy vakil. İmza qo'ymasam bo'lmamdi. Bu degan yordam puli. Yo'q, men imzo qo'ymayman. Harakat imzo qo'ymayman. Yo'q. Hay? Boş. Hay? Baş müdür. Men sizga holni tushundiray. Baş müdür. Zat imzo qo'ydim yo'q. Baş müdür. Baş müdür. Kütkücü yoldaş, baş müdür içide, içine içmegen bolsanız,
Anisi işkini uğrayıp nima qilasizlar? İşik buzulsa kim to'laydi? Tansinmi? Men imzo qo'yamayman. Faqat imzo qo'ysangiz bo'ladi. Men imzo qo'yamayman. Sizning o'tinib qolay. Imzo qo'yamayman. Men sizni o'tinib qolay. Men sizni o'tinib qolay. Men imzo qo'yamayman. Faqat imzo qo'ysangiz bo'ladi. Nima qilasiz? Quloq soling. O'tinib qolay. Siz imzo qo'ysangiz-mu, o texnik qila olmaydi. Shuncha so'zni chiqib qo'ytirsiz-da. Men imzo qo'yamayman. Kamil, mana shuna. Tashmidir. Men bu shirkatga kirgandim bu ham. Siz meni o'z qizingiz o'rnida ko'rdingiz. Qanaqa? Siz nima uchun imzo qilib olmaysiz? Buni bir sababni mana isbotingiz bilan. Men xat yozolmaydigan tursa. Ha. Aslida ish mundaqkanda. Qandaqli bo'lmasin, haqning maza qilishiga uchursak bo'lmaydi-da. Biroq banka faqat sizning xatingizni e'tirof qiladi. Rasma? Ha. Qani sinab kelmamsiz? Yuz baqing. Qancha pul yordam qilamiz? 3000 qo'y. Mening imzoyim 3000 qo'yga yaramda. Mana bu yerga. Baş müdür, sanat küçülüğüde söz kılıdı. Buludu. İmza koydum ha. Baş direktör mu? Söz kılıdı. Çatak yok, man koyun. Jaraysiz. Sizge qanchalik birimiz? Yo'q, bo'ldi men ammay. Lavchanga qilgan yordamim qolsin. Shundaqmi? Men battar o'tirlandim. Bu yoqqa kelinglar. Qani o'tiraylik. Bu yerda o'tiring. Bu yerda. Valla qani kelaq. Hammalar o'tirib bo'ptilar. Shundoq, qani bu yerda o'tirib. Qani o'tiringlar. Sizlar qanday qilasizlar? Quruq gap qilmay, eng yaxshi saylarga chiqmamsiz-a? Eng yaxshilirdi. Bo'ladi, hozir chiqay. Do'stlarning karamatini bir ko'rib boqaylik. Mana say keldi. Shuni kutinglar. Qani sayli. Bana bir nerede? Bu yoqqa qoladi. Qani sayli. Mana say keldi. Satın bal. Qalak bal. Bekleler şöyle. Bal muallim, pulunu aldınız mı? Qaranglar. Yanjig'imdiki nima? Qo'ling tosib ber. Kumush qulub shirkatining odamlari bak hamoqatga. Kumush qulub shirkati. Şafanetçini, tebriklayli. Şafanetçini, tebriklayli, ha? Mana geldi. Mana, şampan geldi. Mana. Sen kadını mı kılaksın, siz de mi kılaksın? Ben tebrikler oturmak mı? Saat yapı oldu. Dostlarımız kahrametleri tebrik yapıyor. Ve tebrikler çıkamışı da kılıdı. Ben nimeti gönderdik. Yana çatak çıkardınız. Bizden kişimiz kıtıkip koyğanlar ziyan tatlı. Biz onu kılğanlığımızı bilen Sizlerle kılısılar, ha? Sanatçıçılığı grupsi. Sanatçıçılığı grupsi. Bizden bir vaqt tamağımızdan qançılıkligini bilen qançılık. Xas qutuluq tamaqda mındırğın kerak. Ondaq qutluk tamaqni bizga ko'tarib bering. Shunday. Sizlarga arzon qilib beraylik. Qanday? Shunday. Qanday? Bu bir vaqt tamaqda qanday qilamiz? Bu bir vaqt tamaq sizlarni mehmon qilganligim bo'lib qolsin. Yetingiz gapmi? Yetim gel.
bu ikki toshbaqani o'ltirib biringlar. Toshbaqini O'ltiringlar. o'ltiringlar. Yana kelishimizga qarshi olamiz. Yana kelishimizga qarshi olamiz. Bo'lmadi. Qutlug' tomoqning ishini bizga ko'tarib edingiz. Shundaqmi? Buni men o'ylab ko'ray. O'ylab ko'rishingiz hojasiz. Men sizga arzon qilib beraman. Chuqum obdan istaman. Undaqda ozroq ichimlik bermamsiz, ha? Chatoq yo'q. Bastroq chiqing. Istaman, ha? Avayla. Hey, yana 2 soatlik ishimni kelib chiqar. Tez bo'ling, tez. Akalar, mana biram. Avayla. Muallim, buni nagi qo'ymiz. Nagi qo'yasang, o'yin gapirtamamsiz. Ma'qul. Hayda. Avaylang, ha? Yana kelib turasizlar, ha? Yana kelishinglarga qarshi olamiz. Qo'shamsa. Xo'sh. Xo'sh, shunaqa qilmay. Xo'jayin. Yana kaynim kirib nima qilasan? Sen meni oqish qilatmoqchiman, ha? Xo'jayin, sorry. Xo'jayin, o'ta hozirgacha tomoqni yemadi. Shundoq. Ama kap kizimni yo'qolsin. Loja. Xo'jayin, sizlar bunday qilishingiz to'xtam qilib. Siz meni 3 kun sinab boqmoqchi bo'lgansiz, endi yarim kun bo'lgan tursa. Sening yana 3 kun ishing bormi? Bo'ldi qilar. 3 kun ishlasa ishlab boqsin. Bizni Beijingga yangi kelganda undan farqlanmaydik. Bo'pti. 3 kundan keyin cho'qim ketishing kerak. Bu yoqqa keling. Bundan keyin beparvolik qilmang. Qaranglar. Mana bu ko'rinishga kelganda ekranga kumush qilib shirkisi ko'pchilikka omad tilaydi degan cho'ng xatni chiqaramiz. Undan keyin atoqliq naqshchilar sahnaga chiqib, undaqda boshmudir qachon so'z qo'ydi. Mana bu ko'rinishga kelganda kerakli to'xtamiz. Boshmudir so'z qiladi. Undan keyin davomini yana boshlaydi. Boshmudir qara, bu ko'rinish nima degan chiroyli. Jinji teatrini nagurlashtirdingiz. Bu ko'rinish Jinji teatrining ko'p yaxshi. Buni kubok ko'rishni 90% oshibdimi? Jinji teatri bo'lmasa, men ko'rmayman. Anisi Jinji teatrini boshmudirning so'zini oldiga qo'shib qo'yib, bo'ladi. Chataq yo'q. Mening so'zimni nish ko'rinishga qistirayli. Biz bu ma'lumotni o'rnashtirishga bo'ysunaylik. Televiziya stansiyasining naq maydondan ulab tarqatish vaqti o'zgarib ketmas. Televiziya stansiyasi o'z oilamizga o'xshash. Xotirjam bo'ling. Sen xonim, u ishga rozi bo'lganda, boshmudir shirkatimizning obrazini tashviq qiladigan moddalarni qo'shib qo'ysak deydi. Mumkin bo'ladimi? Bo'ladi, buningda chataq yo'q. Bundan boshqa shirkatning kuch qudrati, tijorat turlari ham bosh direktorning qobiliyati qatorlab bo'ldi. Buni men qo'ying. Biroq bu yana masala bormi? Sen xonim, chet yana 7 kundan keyin pul ola olamiz. Men artistlarning ish haqqi, sahna puli, kechilik tomoq rasxod pulini bersam bo'lmaydi. Menga naqd pul lozim. Kechilik tomoq pulini mehmonxona shirkatimiz bilan hisoblashdi. Undaqda bak yaxshi bo'ldi. Xo'p, muallim. Bu shirkatimizning sizga bo'lgan ko'ngli. Buni o'tab qo'yib bo'ldi. Men xijil bo'ldi ekanman. Bunda qilsam qandoq bo'ladi? Sen xonim, siz bek obdaysiz. Siz qilma. Men sizni quchoqlab qo'yay. Siz bek suyunib kelsiz. Men de sıkılıp ketdim. Yey, gördükünü. Vay, biz gül buyurup baktık. Qanchini? Qanchini? Qanchilik bo'lsa shunchilikni olaylik. Nechta bo'lmaydi. Qanchilik chiqara olsangiz shunchilik olamiz. Shunaqa bo'lsa. Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy komiteti. Mamlakatlik xalq qurultiyi kutib olish o'rni. O'zingiz keldi bu. Burnimiz ilib qatli g'arbi shimolga holimiz degan gap. Jungo Nazariya Tallari Akademiyasi. Bo'ladi ekan. Agar sizilib qolsa, nihoyatda bir nazariya tadqiqot o'rni ekan bu. Voy, quloq so'ra. Jungo Nazariya Tallari Akademiyasi. Shundoq. Yer shari kasbiy bosh shirkati. Agar sizilib qolsa qanday qilamiz? Buni tekshirishga kim mo'ljalasi? Tazmi? Doktor. Voy, yer shari kasbiy bosh shirkati. Shundoq. TX ministrligi Amgak bilan o'zgartish idorasi. Menimcha bu o'rin qilib qolsin. Ulardan o'zimizni yushirib bilamasaq. Bo'pti, endi qilib qolsin.
Şimali Jingo Hamkarlık Baş Cemiyeti. Şimali Jingo Hamkarlık Baş Cemiyeti. Bularning hammasi chang o'rilarkan, pulni qandoq to'laysizlar? Nima? Tayvan oltin qilib ko'royi, Beijing kumush qilib sherikdi. Halimizning gipi bir yerdan chiqyotidi-ku. To'xtab turing. Pulni qandoq to'laysizlar? Darhol chaknalatib beringlar. Bo'ladi. Hozirli baray. Birodarlar, biz deyib ketadigan bo'ldik. Lojam, seni qo'rib qo'ymidingizmi? Mana keldi. Buni eling. Bo'ldi, hozir. Yana ozroq eling. Buni eling. Aytila, men aytay. Siz aytgan so'zim bo'lmaydi. Ehtiyot qiling. Pastroq aydang. To'xtab turing. O'tgan qatimga qutuliq tomoqni pulni yetkazishni unutmang, Chatoq yo'q. Ma'qul. Haydashni bilamsiz. Sizga aytmabsiz. Tomoqni. Bu, faqat boshqalarni bu aytdi. Sen nima qilmoqchi? Meni o'ldirmoqchimi? Xo'jayin. Xo'jayin. Sorry. Vaqtinga gap bu. Tozimi? Bir kunlik vaqtim qoldi. Sorry. Yo'qliklarni hamma sorry.